Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Bugun sizlar bilan bolalaringizdagi hatto o'zingiz bilmagan kasallik haqida gapirib beraman. Bu adenoid. Adenoid bo'lganda bolada qanaqa o'zgarish bo'ladi? Adenoid bolalar qolganlardan qanaqa farq qiladi? Shu savolga ba'zi bir ota-onalar hatto o'zi bilmaydi bolasida adenoid borligini. Bu qanaqa belgilar bilan o'zi bolalar ajralib turadi? Shu kabi savollarga javob topamiz. O'zi adenoid xalq orasida aytadigan bo'lsak, burundagi kichkina o'sma hisoblanadi. Buni turlari bo'ladi. Birinchi va ikkinchi, uchinchi turlari bo'ladi. Agarda birinchi tur bo'ladigan bo'lsa, harakat qilib ko'riladi, qaytargani operatsiyaga olib borilishga yo'l qo'ymaydigan usullarda harakat qilib ko'riladi. Ikkinchi va uchinchi usullarda agar bolani holatida xurrak yotish ko'p bo'ladigan bo'lsa, boshga yaxshi kislorod bormaydigan bo'lsa, boshda tinimsiz og'riq, boladagi agressiya ko'p kuzatiladigan bo'lsa, o'qish yozishda kech qolayotgan bo'lsa, tungi inurizlar bo'ladigan bo'lsa, hattoki tishi oldingi ikkita tishimizni qurtlagan bo'ladigan bo'lsa, unda sizlarda avtomatik ko'rsatma bo'ladi. Adenoidni olib tashlayotganim. Har doim ham aytaman, to'g'ri lor tanlab bilish kerak. Nimaga? Chunki hamma borganda sanda bo'ldi adenoid ekan, oldirib tashlashga ko'rsatma hisoblanadi. O'zi adenoid bu 3 yoshgacha qaytib ketadigan ham turi bor. Agar qaytmasa bu olinadi. Qaytmaydigan turi bo'lsa, o'zi asosiy sababi birinchi o'rinda bolalardagi bu irsiyat. Otasi yo onasini so'rasangiz, menda bo'lgan, oldirganman deb aytishadi. Xo'p, shunaqa bolalarda qanaqa lecheniya qilish kerak? Agar bolangizda inurez kuzatilayotgan bo'lsa, tishini g'irchillatishlari, bosh og'riqlari, o'qish yozishda kech qolishlari, bola o'qishda avtomatik orqada qoladi, chunki bolaga yaxshi kislorod yetib bormaydi. Bunaqa holatda o'qituvchi urishadi, ota-ona urishadi, lekin sababini bilishmaydi. Voy, bunga boshiga yaxshi kislorod yetib bormayapti. Shu to'siqni olib tashlsang, yaxshi kislorod yetib borib, o'qish yozishda, hattoki kasallanishda ham anchagina bola o'ziga kelib oladi. Adenoidi bor bola juda ham tez kasal bo'laveradi. Juda ham tez kasal bo'ladi. Har doim qanaqa farqlab olsak bo'ladi, og'zi ochiq bo'ladi. Chunki burni bilan nafas ola olmaydi, bola bechora, faqat og'zi bilan nafas oladi. Shuni hisobiga og'iz qurish, juda ham tez yuqori nafas yo'llari yallig'lanishi kuzatiladi. Bolalaringizning sog'ligiga bo'lgan ozgina e'tiborsizlik ham uni kelajagiga ta'sir qilishi mumkin. Shuni hisobiga olib, bolani tibbiy profilaktik tekshiruvlardan o'tkazib turish kerak hisoblanadi. Sizga ham shunaqa farzand sog'ligi haqida to'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.